Nishlar edik ekan biz? Bir kun kelib, agar aytsalar, ozg'ag'ina tigi dunyodan aniyingni qo'ytgan desalar. Agar ani qo'ytgan desalar, irg'ir edim boshda ko'klarga, qashqirir edim ko'kni yorib, eshitilsin uchun ko'plarga. Agar ani qo'ytgan desalar, bir Xudoyga yoluna shobar edim obuna qaytib jetar uchun yonina. Agar ani qo'ytgan desalar, rahmat o'qir edim barsana, g'afu so'rar edim barsi uchun. Men tizlanib ani qarshina. Agar ani qo'ytgan desalar, boshni qo'yib onun oldina, qo'lim bitlarima tidirib irkalanir edim ozg'ina. Agar ani qo'ytgan desalar, men yiqlatmas edim ankayni. Avuzina g'ina qarab turur edim, ani ni siylaganni, aytganni. Agar ani qo'ytgan desalar, şeyler şeridik oturup, o'zim yasab berer edim şeyni, mildireme itib, tutarib. Agar ani qo'ytgan desalar, bilmas edik barin ishlarga, allanilar ishlar edik tabit, tirsak yiroq hozir tishlarga. Rizo endi hozir, ankaylar motor bo'lib tushga kirsada. Agar ani qo'ytgan desalar, anglayım, bu so'zlarni kimdir sinar uchungina aytganin. Bilam endi g'aziz ankayning borib ola olmaslik, qayta olmaslik yerga ketganin.